Seni nishonga olyapman. Sen birinchisisan. Men o'g'limni tirik qolgan birinchi odam. Lekin biz yana uchrashamiz. Qo'rqib ketdingmi? Kechirasan. Bu to'satdan sodir bo'ldi. Seni pastga tushirganimda ehtiyot bo'lmadi. Faqat qo'rqma. Biz deyarli uydamiz. Men o'zim yura olaman. Meni pastga tushiring. Sizni singlim ko'radi. U uyda emas. Yerga qo'ysam, o'zing yura olasanmi? Singlim uyda emasligini qayerdan bildingiz? Sizlarni eshitdim. Qimirlama. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Ha, siz buni bilib oldingizmi? Sen malakali odamsan, shunday emasmi? Siz buni juda ko'p marta qilganmisiz? Qimirlama. Ilgari hech qachon qilmaganman. Sen birinchisisan. Nega meni juda qattiq himoya qilyapsiz? Bu meni vazifam. U meni himoya qilmoqda. Faqat professional etika uchun. Sizningcha, men juda go'zalmanmi? Ha? Nima? Siz nima qilyapsiz? Meni yolg'iz qoldirsangiz yaxshi bo'lardi. Endi siz yolg'izsiz. Bema'ni gaplarni gapirmang. Men to'pog'imni sindirib oldim. U shunchaki yordam berdi. Xo'sh siz tan oling. Bu haqiqat emas. Biz tashqarida edik va biz snayperga duch keldik. So'ng men oyog'imni qayirib oldim. Undan so'ng esa u menga yordam berayotgan edi. Nima? Kunduzgi suiqasd? Bu yomon. Sizning boshqa joylaringizga zarar yetkazmadimi? Siz yaxshimisiz? Siz xafa emasmisiz? Men yaxshiman. Bu safarlik shuvang. Yaxshi, bo'rlarni urishchi yaxshi. Yo'lbarsjo'yam biz bu haqida kelishdik. Ertagisiga topshiriq beraman. Missiyani tashkil qilaylik. Menga yoqayapti. Xavfsizlikni amalga oshirishga ijozat bering. Kinkoning ishdan bo'shatilgandan keyin, ishdan bo'shatilib boshlagandan beri bo'sh edi. Siz shunchaki ish uchun erkaksiz. Sizning ofisingiz? Xavfsizlik guruhidagi barcha bolalar, ularning barchasi seplari. U buni qila oladimi?
ish vaqti davomida o'z ishini qilmayapti, karta o'yin o'ynayapti. Bu haqida tashvishlanma, davom et. O, juftmi? Bugundan boshlab men xavfsizlik boshqarmasini boshlig'iman. Sizdan hech narsa kutmayman. Yaxshi ishlayotganingizcha, yaxshi ishchi va itoatkor bo'ling. Qo'yaqma o'zboshimchilik qilyapsanmi? Meni qo'yib yubor. Jin bu yerda bo'lganimda biz. Kinko ketdi. Oldin qilganingga ahamiyat bermayman. Hozirdan boshlab men xavfsizlikni boshqaraman. Tushundingmi? Tushundingizmi? Ha. Yaxshi. Xavfsizlik bo'limidan hammani chaqir. Kel, majlis o'tkazamiz. Yo xudo, senlarga qara. Shu ham askar turishimi? Xuddi o'tirganga o'xshaysiz. Qanday qilib xavfsizlikni qo'riqlashingiz mumkin? Siz askar emassiz. Ko'p gapirar ekansan. Nimani kutyapsiz? Uni ko'tar. Umuman jamoaviy hissi yo'q. Sizlar jamoa emasmisiz? Bugundan boshlab men sizlarni militarizatsiya qilmoqchiman. Bir oy davomida siz 3 marta kurashishingiz mumkin. Malaka xavfsizlik xodimlariga ayblanadi. Lekin tana inqilobining asosidir. Sizlarga qarang, tanangiz nima uchun nozik? Avval ovqatlanaylik. Qani tushlik mendan, xohlagan joyingizda ovqatlaning. Qani ketdik. Salom. Janglan korxonasi tergov guruhi, ular Suxonim bilan gaplashmoqchi. Iltimos, men bilan yuring. Janob, nima bo'ldi? O'zingiz ovqatlaning. Mendan xavotir olmang. Umid qilamanki, men uni haddan tashqari oshiraman. Janglan tergov guruhi. Mening ismim Fumli. Janobli, tergov jamoasi haqida qanday yordam berishim mumkin? Suxonim samoviy tabobni rivojlantirish endi hamma biladi. Meni fikrimcha, biz uni rasmiy qamoqxonada saqlaymiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Oldindan ogohlantirish yo'q. Va o'zdagi da'vatlar tergov guruhining a'zosiga o'xshamaydi. Ha, albatta. Buni tergov guruhiga qoldiraman. Ishonchim komilki, u xavfsiz. Bu menga juda ko'p xatarlarni baham ko'rishga yordam beradi. Men janobli uchun bir piyola choy tayyorlayman. O'yin o'ynamoqchimisiz? Xonim, siz juda hayajonlangansiz. Keyinroq gaplashamiz. Meni qo'yib yuboring.